Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan navbatdagi Jahon tarixi 2 fanidan darsimizni, ma'ruza mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Demak, bugungi mavzumiz ellinistik bosqich va uning xususiyatlari deb nomlanadi. Darsimizni rejalari quyidagicha. Birinchi rejamizda e, Ptolemeylar Misri Salafkiylar davlati haqida gaplashamiz. Ikkinchi rejamiz Pergam Atalidlar davlati hamda uchinchi rejamizda ellinizmni o'ziga kengroq doirada tushuncha beramiz, madaniyat haqida gaplashamiz va tabiiy va aniq fanlar bo'yicha ma'lumotlar ulashamiz. Ho'p, endi ellinistik davrni o'zi nima edi? Ellinizm tushunchasiga kengroq tasavvur beradigan bo'lsak, mohiyatini ochib beradigan bo'lsak, ellinistik davr insoniyat tarixidagi eng qiziqarli va madaniyatlarga boy davrlardan biri hisoblanadi. Davr Aleksandr Makedonskiy, ya'ni makedoniyalik Iskandar yoki Aleksandr, Iskandar Zulqarnayn vafot e, etgandan keyin boshlanuvchi davr bu miloddan avvalgi 4-asrdan milodiy 4-asrgacha bo'lgan davr. Keng tarixchilar iste'molida yuradigan bosqich hisoblanadi bu ellinistik bosqich. Qadimgi Yunon va Sharq madaniyatlarining o'zaro sintezini, o'zaro uyg'unlashuvini ifodalab beradigan bir davr bo'lgan. Ellinistik bosqichga umumiy tavsif bersak, ellinizm miloddan avvalgi 4-asr oxiridan miloddan avvalgi 1-asr oxirlarigacha bu Yunon, ellin va mahalliy Sharq madaniyatlarining qo'shilishi natijasida yuzaga kelgan yangi ijtimoiy-iqtisodiy madaniy tuzum hisoblanadi. Asosiy xususiyatlariga kelsak, siyosiy tuzumi, ya'ni klassik, ya'ni mumtoz Yunon polislari, shahar davlatlari o'rnini mutlaq monarxiya boshqaruvidagi yirik davlatlar egallaydi. Iqtisodiyoti, pul tovar munosabatlarining rivojlanishi, yangi savdo yo'llarining ochilishi va hunarmandchilikning yuksak darajaga ko'tarilib borishi. Madaniyat jihatdan Yunon tili xalqaro muloqot tiliga aylangan, ilm-fan, ayniqsa matematika va astronomiya va san'atda realizm, ya'ni aniqlik, identiklik kuchaygan. Grek Baktriya yoki Yunon Baktriya podshohligi bu miloddan avvalgi 3-2 asrlar o'zining eng taraqqiyot cho'qqisiga chiqqan davr hisoblanadi. O'rta Osiyo tarixidagi eng yorqin sahifalardan biri ham Yunon Baktriya podshohligi davri bo'lgan. Bu davlatni asoschisi sifatida Aleksandrni, ya'ni Iskandar Zulqarnaynning e, lashkarboshchisi hisoblangan boyagi Selavk tilga olinadi. Uni vorislari mamlakatni boshqarishda o'zlarining islohotlari bilan tarixda qolgan. Bu davrda bizning hududimizda ham antik Yunon an'analari, qolaversa mahalliy sharqona qadriyatlar uyg'unlashib, o'zaro betakror madaniyatni o'zlarida, demak, mujassamlashtirgan hisoblanadi. Umuman miloddan avvalgi 1-mingyillikni oxirlari jahon tarixshunosligida, xususan Markaziy Osiyo tarixi mintaqamiz hududlarida o'ziga xos bir esda qolarli voqealiklari bilan tarixda qolgan. Xo'sh, ellinizm davridagi shaharsozlik, ellinizm davridagi me'morchilik qanday bo'lgan? Yunonlar O'rta Osiyo hududlariga o'sha Makedonlar boshchiligida Yunon Makedonlar kelar ekanki, O'rta Osiyo yerlarida ular nafaqat odatlar, an'analar, balki bir qancha usullar bilan kirib kelishgan, ya'ni madaniyat tashuvchi sifatida kelishgan. Qolaversa, ular o'rgatish asnosida birgalik, parallel ravishda o'zlari ham o'rgangan unsurlari ham yo'q emas. Xususan bizdan, demak, og'irlik, uzunlik o'lchov birliklarini aynan Yunonlar bizdan o'zlashtirib ketishgan yoki qaysidir jihatlari bilan, deylik, o'sha qurilishdagi me'morchilik usullarini ham o'rgangan joylari bor yoki ba'zi Yunon shaharlariga bizdagi, deylik, e'tiqod nuqtai nazaridan yoki til nuqtai nazaridan, leksikon nuqtai nazaridan ham o'rganilgan jihatlari topiladi. Yunonlar O'rta Osiyoga o'zlari bilan birga polis, ya'ni shahar davlat tizimini olib kelishgan bo'lsa, shaharlar qat'iy reja asosida to'g'ri ko'chalarga, mudofaa devorlariga va jamoat binolari, teatrlar, gimnaziyalar bilan ajralib turgan va shu unsurlarni bu yerda qurishni ommalashtirishgan Yunonlar. Bizga ma'lum ediki, Yunonlar jahon tarixida birinchilardan bo'lib o'sha katta mahobatli, bahaybat ibodatxonalarni qurgan xalq vakillari hisoblanadi.
Xususan o'sha Parfenon ibodatxonasini qurilishida Yunon haykaltaroshlarini, Yunon strateglarini o'rni beqiyos. O'sha Periklni yoki Dedalni yoki Fidi haykaltaroshni eslashimiz mumkin. Yoki Skopos, Miron, e, Poliklet va hokazo shu kabi haykaltaroshlar Yunon tarixshunosligida biz o'tgan mavzularda o'ziga xos o'rni bo'lgan shaxslar edi. Hop, qolaversa eng yorqin misol tariqasida Yunonlarni demak arxitekturasi bo'yicha Ayxonim, ya'ni hozirgi Afg'oniston hududida Amudaryo bo'yidagi shahar Ayxonim shahri. Bu yerda hatto yunoncha fojialar namoyish etiladigan teatr ham bo'lgan. Teatr tarixini eslasak, Yunonlarda e, paydo bo'lgan tushuncha yunoncha so'z hisoblanadi. Tomoshabin, tomoshabinlar uchun joy yoki tomoshaxona degan ma'noni beradigan teatr. Bundan 2,5 ming yildan ko'proq vaqt bo'ldiki, bu tushuncha Yunonistonda paydo bo'lgan. Yunonlarda o'sha spektakllar, fojiali yoki komediya uslubida Yunon bolalarini, Yunon jamiyatini boyagi savodlilashtirish maqsadida xizmat qilgan demak joy, hudud bo'lgan. Ya'ni e, madaniyat o'chog'i bo'lgan teatr. San'at va madaniyat sensida ham bu davrda haykaltaroshlik, tangashunoslik, ya'ni numizmatika yuksak cho'qqiga chiqdi. Aynan ellinizm davrida Baqtra tangalari o'zining realistik tasvirlarida ajralib turardi. Ularda hukmdorlarning yuz tuzilishi eng mayda detallarigacha aks ettirilgan. Ya'ni Kushonlar davri bo'lsin yoki Salofiylar davri bo'lsin, e, yoki Ahamoniylar davri, umuman qaysi dinastiya, qaysi sulola o'z hokimiyatini o'rnatgan yerida hukmdorlarda shunaqa xislat bo'lgan, e, doimo o'zini nomini har yerda eshitishni xohlagan hukmdorlar shunday shuhratparast bo'lgan. Shu sababdan chaqatangalar zarb ettirishni qulay yo'l deb bilgan. Chunki markaziy hokimiyatdan uzoqroqda bo'lgan viloyatlar, deylik, hukmdorni bilmasa yoki undan uzoqroq xabardor bo'lsa, mana shu tangalarni muomalaga chiqarganda o'sha iste'molda yurgan tangalarga qaragan paytida uni oldi tarafida hukmdorni surati, orqa tarafida har xil bir manzarali, peyzajniy qilib ishlangan, deylik, hayvon tasviri yoki o'sha hukmdorni xobbisi hisoblangan birorta bir chiroyli manzara berilgan bo'lishi mumkin. Shu zaylda hukmdor o'zini demak tanitishni afzal deb bilgan va chaqatangalarni chiqartirardi, buyurardi. Bundan tashqari Baqtra tangalarni aytdik, realistik tasvirlardan ajralib turgan. Ularda hukmdorning yuz tuzdirishi eng mayda detallarigacha aks ettirilgan. Mahalliy aholining e'tiqodlari Yunon xudolari, masalan, Zeus, Gerakl tasvirlari bilan aralashib, uyg'unlashib ketgan edi. Yunonlarni endi diniy nuqtai nazardan bilamiz, ko'p xudolikka e'tiqod qildi bular. Oliy ilohasi Zeus hisoblandi. Zeusni hatto balandligi 12 metr bo'lgan oltindan, kumushdan ishlangan haykalini haykaltarosh Fidi chizib ishlab bergan edi, yasab bergan edi hunarmand. Mana ko'rishimiz mumkin, hunarmandchilik va savdoda Yunonlarni demak yozuvlari aks ettirilgan demak holat yoki xaritani ko'rishimiz mumkin. Yunon Baqtriya davrida kulolchilikda g'ildirakli charxdan foydalanish takomillashib borgan, sirlangan idishlar paydo bo'lgan. Idishlarning ustlariga har xil bezaklar, manzaralar tasvirlari, odamlar yoki baliq suratlari, naqshlar tushirila boshlagan, yoki o'sha idishni jozibasini oshirib bergan. Shuningdek, bu davr Buyuk Ipak yo'lining shakllanishiga poydevor bo'lib xizmat qilgan. Chunki G'arb va Sharq o'rtasidagi aynan aloqalarning mustahkamlanishi davri taxminan miloddan avvalgi birinchi mingyillikning oxirlariga to'g'ri kelgan. Bu davr tom ma'noda Sharq bilan G'arbni o'zaro bir bog'lagan bosqichli davr desak bo'ladi. Buyuk Ipak yo'liga ozgina to'xtaladigan bo'lsak, Buyuk Ipak yo'li bevosita miloddan avvalgi 2-asrdan milodning 16-asrigacha bo'lgan taxminan 18 asrlik vaqt oralig'ida G'arb dunyosi bilan Sharq olamini demak bir-biri bilan bog'lagan karvon yo'li bo'lgan. Mana shu yo'l asosiy demak mahsulotlar almashinuvi, savdo-sotiq yo'liga qo'yilgan bir muhim yo'l tarmog'i hisoblangan.